Bojxona qo'mitasining mashinalari nabzori eksklyuziv uchun like bosib so'raylar. Alisher aka, assalomu alaykum. Mashinalar bilan qisqa tanishtirsangiz, mana bu videolarni ko'ryapman. Jahongir aka bu turgan mashinalarimiz tezkor tadbirlarda foydalaniladi. Asosan ko'chma joyiga chiqib turib, laboratoriya, narkotiklarning holatlari aniqlanganda foydalaniladi. Hammasi grant, xorijiy grant asosida taqdim etilgan, sovg'a qilingan. Mana bunga eng qizil mashinaga o'xshayapti, ko'zim tushyapti. Laboratoriya ekspert xodimlariga joy qilingan, ekspert analizatorlar bor. Holatlar aniqlanganda joyida qanaqangi narkotik turligini aniqlash mumkin. Misol keltiramiz, bu o'sha ekspress laboratoriyamiz desa bo'ladi. Bu chegarada, aeroportda, katta miqdorda bu shubha tug'ilsa, bu mashina uchib boradi laboratoriyaga, imkoniyati bo'lmasa tekshiradi o'shda. Ekspertlar bilan birgalikda borib turib, ana o'sha joyida ekspert o'sha kerakli darajada ekspert qanaqa rezultat bergandi bu mashina? Qanday rezultat berganlik darajasini ko'radigan bo'lsa, 25-yil davomida 2 tonnaga yaqin narkotik vositalari aniqlandi. Undan tashqari 1 tonna 100 prekursorlar aniqlandi. Mana shu hammasi psixotrop moddalar aniqlandi. Bular hammasi oldi olindi. Obzor qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosinglar va izohda o'zingizlarning fikrlarini qoldiringlar. Alisher aka, rahmat. Sog' bo'ling.